Hisobot 9-kvartaldan tayyor novostroyka kvartira, kadastrlari tayyor. Bitta domdan 4 ta xonadon sotuvga qo'yilgan. Hamma ma'lumotini berib o'tishga harakat qilaman. Zo'r tarafi mana bu maktab bo'lsa, shundoqqina yonida bog'cha, orientir setor to'yxona bo'ladi. Hozirgi korzinka. Qarang, kadastrlar tayyor. Hammasini kvadraturasi 105 kvadraturada. 2-etaj, 3-etaj, 7-etajdan. Sizlarga ichkaridan hamma ma'lumotini berib o'taman. Sizlarni ko'ryapsizlarmi? Bitta podyezdda 5 ta xonadon, lift bo'lsa, pajarniy xod. Mana bu to'g'ridagi xonadon ikiga mana mashi ham bizlarniki deb aytishdi. Bitta domda 4 ta kvartira bor, hammasini kvadrat metr bir xil, planirovkasi ham bir xil. Mana bu to'g'rida bitta detskiy bo'lsa, to'g'riga garderoblar. Xullas, interyer dizaynlarini ham chizib qo'yganlar, proyektlarni ham o'shani ham qo'shib beraman deyaptilar. Bu kattagina родительский spalni. Balandligi 3,5 metr nari berisi chiqyapti. Sanuzeli, razelli. Hojatxonasi bo'lsa, yonida yuvinish xonasi. 105 kvadrat metr kattaligida bu kuxnya bo'ladi razmeri. Mehmonxonani razmeri где-то 3 ga 7 plus minus bo'lyapti. Yunusobod 9-kvartal, setor to'yxonani shundoqqina orqasida hozirgi korzinka bo'ladi. Bitta domda 4 ta kvartira, 2-qavat, 3-qavat, 7-qavat, hammasini kvadraturasi bir xil 105 dan. Narxi keladigan bo'lsa, $900 dan har bir kvadrat metri. Egalar nomeri описаниеda, lokatsiyasi Telegram kanalida.